Buxgalteriya hisobi kafedrasi tomonidan o'tiladigan buxgalteriya hisobi fanidan birinchi mavzu, ya'ni buxgalteriya hisobotlariga kirish mavzusini video ma'ruzasini boshlaymiz. Ushbu mavzuni o'rganishda quyidagi 4 ta reja tuzib olindi. Birinchi rejamiz buxgalteriya hisobining paydo bo'lishi va rivojlanish tarixi. Ikkinchi rejamiz buxgalteriya hisobining maktablari, asosan Yevropa va Rossiya va O'zbekiston maktablari haqida to'xtalib o'tamiz. Xo'jalik hisobi to'g'risida tushuncha va uning turlari. Va oxirgi rejamiz xo'jalik hisobi turlarida qo'llaniladigan o'lchov birliklari haqida ma'lumot berib boramiz. Ushbu mavzuni o'rganishda quyidagi adabiyot ro'yxatdan foydalanildi. Bular birinchisi buxgalteriya hisobi to'g'risida O'zbekiston Respublikasining qonuni hamda institutimiz va respublikamiz tomonidan chop etilgan o'quv darsliklar hamda xorijiy mamlakatlarning adabiyotlar foydalanildi. Xo'sh, buxgalteriya hisobi fanining paydo bo'lishi va uning rivojlanish tarixi. Umuman olganda butun bir dunyoda buxgalteriya hisobini fan sifatida shakllanishi, ya'ni 6 davrga bo'linib o'rganishni maqsadga muvofiq bildik. Ya'ni birinchi davr bu naturalistik davr. Bu eramizning 5-yilgacha bo'lgan davrni ichiga oladi. Bunda xo'jalik operatsiyalari asosan natura ko'rinishida hisobga olingan. Va 5-yildan keyin bu natura ko'rinishdagi davrdan keyin qiymat davri paydo bo'lgan. Ya'ni har bir xo'jalik operatsiyalari pulda baholangan va pul qiymatida baholangan. Qiymat davri 500-yilda 1300-yilgacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Bunda asosan xo'jalik operatsiyalari ma'lum qiymat, ya'ni pul ko'rinishida qiymatga ega bo'lgan. Uchinchi davr ikki yoqlama yozuv davri. Bunda o'sha mashhur italiyalik olim Luca Pacioli tomonidan kashf etilgan ikki yoqlama yozuv deyiladi. Bu shartlar rejasi va ikki yoqlama yozuv usuli yuritishini kashf qilgan. To'rtinchi davr bu nazariy amaliy davr deyiladi. Bunda asosan yevropalik va amerikalik hamda rossiyalik olimlar tomonidan buxgalteriya hisobiga nazariy va amaliy tomondan ko'pgina ishlar amalga oshirilgan. Beshinchi davr ilmiy davr. Bunda asosan buxgalteriya hisobini birinchi turkumlarga ajratish, ya'ni moliyaviy hisob, boshqaruv hisobida xarajatlar kalkulyatsiya qilish, xarajatlarni o'z vaqtida hisobga olish va tanloqlar hisobga olishni haqida bir qancha ilmiy qarashlar amalga oshirilgan. 6-davr hozirgi davrni o'z ichiga oladi. Bu 1950-yildan buyon bunda xalqaro buxgalteriya hisob standartlari, moliya hisob xalqaro standartlariga doir yangi bosqichda amalga oshirilgan buxgalteriya hisobi tizimiga aytiladi. Xo'sh, buxgalteriya hisobining maktablari asosan Yevropada asos solingan. Bu birinchi maktab, ya'ni Italiya maktabining asoschilari hisoblanadi. Bu Luca Pacioli tomonidan 17-asrlarda ikki yoqlama yozuv usulini kashf qilish bilan boshlanadi. Keyin Cherboni o'sha shartlar rejasi tuzish va shartlarni guruhlarga ajratishni kashf qilgan. Va bir qancha italiyalik olimlar, ya'ni buxgalteriya hisobi hujjatlari aks ettirilishi va buxgalteriya hisobidagi ma'lumotlar, ya'ni buxgalteriya balansini berishini haqida to'xtalib o'tgan. Va Fransiya maktablarining asoschilari. Italiyalik olimlardan keyin, ya'ni Fransiya maktabi ham o'z hissasini qo'shgan. Bunda Dam, Toma va Mendelslar buxgalteriya hisobini yuritishda bir qancha ilmiy qarashlarni amalga oshirilgan. Bunda bu korxonaning buxgalteriya hisobini yuritishda shartlarni birinchi guruhlarga ajratish, buxgalteriya balansini tuzish, birlamchi hujjatlar, ya'ni dastlabki hujjatlar va yig'ma hujjatlar, bosh kitob, jurnal orderlarni kashf qilgan. Germaniya maktabining asoschilari esa asosiy bo'lgan buxgalteriya hisobining balans tenglamasini kashf qilgan. Bu aktiv majburiyatlar va xususiy kapital yig'indisiga tengligini isbotlagan. Va shu asosda bir qancha olimlar, ya'ni Genrixlar, Egenlar bu xarajatlar hisobi, buxgalteriya hisobi statistik hisoblar yuritilishini, operativ hisoblar yuritishini kashf etgan. Buxgalteriya hisobining maktablari ichida asosiy va muhim o'rganayotgan maktablardan bu Rossiya maktablari hisoblanadi. Bu Rossiya maktablari buxgalteriya hisobida xarajatlar hisobini, maqsad tanlov hisobga olishni
va buxgalter hisobotlarini, daromadlar va xarajatlardagi farq buxgalteriya balansi farqi tengligini kashf etgan va bugungi kunda bir qancha olimlarning ilmiy amaliy izlanishlari va adabiyotlari haligacha foydalanib kelmoqda. Va O'zbekiston maktabining asoschilari. Bizga ma'lumki, Amir Temur davrida, ya'ni tezliklarda ham aytib o'tilgan, moliya va nazorat ishlari, buxgalteriya hisob ishlari mamlakatni boshqarishda muhim vosita bo'lganligi haqida ma'lumotlar mavjud. Unda Temur tuzuklarida aytilganki, har o'lkada 3 vazir tayinlashlarini buyurdim. Bulardan biri raiyat uchun bo'lib, undan yig'iladigan soliqlarning unumlanishini kuzatib, hisobotini olib borsin deyilgan. Bundan ko'rinadiki, Amir Temur davrida ham buxgalteriya hisobi, tahlil va soliq hisobi va nazoratlar yo'lga qo'yilgan. Mustaqillikka erishgandan keyin bizda iqtisodiyotimizda, ya'ni sobiq ittifoq davridan, ya'ni planoviy, ya'ni reja iqtisodiyotdan bozor iqtisodiyoti o'tganimizda mulkchilik shakllari o'zgaradi. Shunga ko'ra bizning ham mamlakatimizning 100 ga yaqin professor olimlari ham ilmiy, ham nazariy, ham amaliy tomondan ko'pgina ilmiy ishlar amalga oshirilgan. Bunda ko'pgina dissertatsiya ishlari, ilmiy adabiyotlar, amaliy yo'riqnomalar amaliyotga tatbiq etilgan. Ularni biz bugungi kunda O'zbekistonning iqtisodidagi o'zlarini o'z hissalarini qo'shgan olimlar 50 ga yaqinligini misol keltirib o'tdik. Buxgalteriya hisobining rivojlanishi O'zbekiston Respublikasida asosan 4 ta bosqichga bo'lishni maqsadga muvofiq bildik. Birinchi bosqich mustaqillikdan keyin, ya'ni 1994-1997 yillarni o'z ichiga oladi. Bunda mulkchilik shakli o'zgargandan keyin buxgalteriya hisobini yuritish shakli ham qisman o'zgardi. Bunda bir qancha me'yoriy huquq hujjatlar tashkil etildi. Bular buxgalteriya hisobi to'g'risidagi qonun va buxgalteriya hisobi to'g'risidagi qonunga asosan Moliya vaziri va soliq qo'mitalari va Vazirlar Mahkamasi bir qancha yo'riqnomalar ishlab chiqa boshladi. Ya'ni moliya hisobotini tuzish va taqdim etishga doir. Ikkinchi bosqich 1998-yildan 2007-yilga bo'lgan davrni ichiga oladi. Bunda buxgalteriya hisobi qonuniga muvofiq buxgalteriya hisobi milliy standartlarini ishlab chiqildi Moliya vazirligi tomonidan. Bugungi kunda milliy standartlar 24 ta standart tashkil etadi va o'sha standartga asosan moliya hisobotlarini tuzish, hisob siyosatini yuritish va boshqa bir qancha korxonada bularning xo'jalik operatsiyasini hisobga olish o'z ichiga olingan. Va undan tashqari xarajatlar hisobga olish to'g'risidagi nizom ham o'sha davrda qabul qilingan. Uchinchi bosqich, ya'ni buxgalteriya hisobini rivojlantirish uchinchi bosqichida asosan buxgalteriya hisobini bir qancha turkumlarga ajratish, ya'ni soliq hisobi, sug'urta tashkilotlari buxgalteriya hisobi, qishloq xo'jaligi buxgalteriya hisobi, byudjet tashkilotlari buxgalteriya hisobiga doir o'zining yo'riqnomalari va standartlari ishlab chiqara boshlagan va bugungi kunda buxgalteriya hisobining xalqaro standartlariga transformatsiya qilishni ham o'z ichiga oladi. To'rtinchi bosqich bu bugungi kundagi bosqich, ya'ni 2018-yildan buyog'i butun bir jahonda korxonalarning iqtisodiy integratsiya bo'lishi uchun, ya'ni investorlarni ham jalb qilish uchun buxgalteriya hisobi, moliya hisobotlarini xalqaro standartlar asosida yuritish maqsadga muvofiqligi belgilab berildi. Unga ko'ra, 6-11 prezident qarori ham qabul qilindi. Ushbu qarorda 2021-yildan boshlab aksioner jamiyatlari, tijorat banklari, sug'urta tashkilotlari moliya hisobotlarini xalqaro moliya hisobotlariga asosan taqdim etishi va yuritishni amalga oshirish va O'zbekistonda moliya hisobotga xalqaro standartlarga o'tishda bosqich amalga oshirish nazarda tutilgan. Bugungi kunda buxgalteriya hisobini tashkil qilishning me'yoriy manbalari quyidagilardan iborat. Birinchi bo'lib buxgalteriya hisobi to'g'risidagi qonun. Bu 2016-yil 13-aprelda qabul qilingan 32 ta moddadan iborat. Unda buxgalteriya hisobi tushuncha, buxgalteriya hisobi xizmat rahbarining majburiyatlari, huquqlari, hisob registrlari, moliyaviy hisobot va shunga o'xshash bir qancha moddalardan
iborat hisoblanadi. Ikkinchi me'yoriy hujjatimiz bu buxgalter hisobi milliy standartlari. Bugungi kunda 24 ta buxgalter hisobi milliy standart qabul qilingan. Va uchinchi me'yoriy manbamiz bu mahsulotlarni ishlab chiqarish, sotish va xarajatlar tartibini hamda moliyaviy natijalarini shakllantirish tartibi to'g'risidagi 1994-yilda qabul qilingan 54-sonli nizom hisoblanadi. Ushbu nizomda mahsulotlarni tannarx hisoblash va ularga bevosita bilvosita ketadigan xarajatlar, foydaning 5 ta turi, ya'ni yalpi foyda, umumxo'jalik faoliyat foydasi, asosiy faoliyat foydasi, soliqqa to'langan qadar foyda va sof foydani aniqlash jarayonlarini o'z ichiga oladi. Xo'jalik hisobi to'g'risida tushuncha va turlari. Xo'jalik hisobi deganda o'zi korxonalarda bo'ladigan xo'jalik operatsiyalarini hisobga olish jarayoni xo'jalik hisobi deyiladi. Ushbu xo'jalik operatsiyalarini hisobga olish jarayonlari 3 ta hisob turiga bo'linadi. Bu birinchisi operativ hisob, ikkinchisi statistik hisob, uchinchisi buxgalteriya hisobi. Operativ hisob bu xo'jalik operatsiyalarida hisob muomala sodir bo'layotgan joyining o'zida va biron bir xo'jalik operatsiyasini sodir etish davrida yoki paytida yuritiladi. Ularni bevosita kuzatish yo'li bilan telefon, faks, telegraf, internet pochtalari yoki hujjatlar orqali yetkaziladigan hisobot turiga aytiladi. Statistik hisob esa bu hisob jamiyatimizda yuz berayotgan ommaviy, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy hodisalarni o'rganish va nazorat qilish, ular to'g'risidagi ma'lumotlarni yig'ish hamda qayta ishlash tizimidan iborat. Statistik hisobotlarni xo'jalik yurt subyektlari faoliyat turiga qarab har kvartalda, yarim yilda va yilda hisobotni statistika qo'mitasiga topshirib boradi. Va uchinchi xo'jalik hisobimiz turi bu buxgalteriya hisobi. Buxgalteriya hisobi korxonalarda asosan 3 ta hisob turiga bo'linadi. Bular boshqaruv hisobi, moliyaviy hisob va soliqlar hisobi. Buxgalteriya hisobini yuritishda avvalo boshqaruv hisobi o'ta muhim rol o'ynaydi. Boshqaruv hisobi bu o'zida shunday hisob ma'lumotlarini jamlaydiki, undagi ma'lumotlar faqat korxonaning o'zida boshqaruv uchun zarur hisoblanadi. Ya'ni korxona boshqaruv hisobini faqat ichki foydalanuvchilar ta'minlab turadi. Boshqaruv hisobi quyidagilarni o'z ichiga oladi. Ya'ni ishlab chiqarish xarajatlari hisobi, tannarx kalkulyatsiya qilish hisobi, mavjud holatlarni tahlil qilish, qarorlarni qabul qilish, kompyuterlar va texnologik dasturlardan foydalanish, resurslardan foydalanish va tannarxni shakllanishini boshqarish hamda xarajatlarning me'yordan chetga chiqishini tahlil etishlarni o'z ichiga oladi. Boshqaruv hisobi ma'lumotlarida ma'lumotlarni tez olish, o'qish va ulardan foydalanib operativ boshqaruv qarorlarini qabul qilish imkoniyati paydo bo'ladi. Ikkinchi hisob turimiz bu moliyaviy hisob bo'lib, moliyaviy hisob bu shunday ma'lumotlarni o'z ichiga muvaffaq etadiki, bu ma'lumotlar nafaqat korxona faoliyatiga rahbarlik qilishda foydalanadi, balki tashqi foydalanuvchilarning ham tegishli ma'lumotlarni taqdim etib boradi. Va moliyaviy hisob axborotlarini umumlashtiradi va sintez qilishda yo'naltiriladi. U ba'zi bir davr uchun korxona faoliyatini tezkor aniqlashga, korxonaning aktivlari va passivlarini hisobot balansi shaklida umumlashtirishga, korxonaning mulkiy va moliyaviy holatini ta'riflashga imkon beradi. Va uchinchi hisobi bu soliq hisobi. Bu korxona, tashkilot va muassasalarda soliqlar va yig'imlarni o'z vaqtida va to'g'ri hisobga olish, soliq imtiyozlarini qo'llash hamda ularni o'z vaqtida buxgalter tomonidan o'tkazib borilishi ta'minlab beruvchi buxgalteriya hisobi turi hisoblanadi. Soliq hisobi o'z usullari yordamida soliq va yig'imlar, ularning obyekti, subyektlar va soliqqa tortish bazasini to'lash muddatlarini aniqlab beradi. Soliq hisobini yuritishda bugungi kunda elektron tarzda maysoliq.uz ga elektron hisobot topshiriladi va ushbu hisobotda soliq turlarining muddatlari va to'lov to'lov topshiriqnomalari hamda soliq hisobotining shakllari asosida
Va so'nggi rejamiz xo'jalik hisobi turlarida qo'llaniladigan o'lchov birliklari. Xo'jalik hisobida o'lchov birliklari o'ta muhim hisoblanadi. Sababi o'lchov birliklari asosida har bir xo'jalik operatsiyalari hisobga olib boriladi. Birinchi o'lchov birligi bu natura o'lchovlari. Natura o'lchovlari bu hisobga olinayotgan xo'jalik mablag'lari va ularning harakatlarini natura holda ifodalash uchun xizmat qiladi. Natura o'lchovlarini qo'llash hisobga olinayotgan obyektning xususiyatlari, ya'ni uning fizik va iste'mol hissasini farq qiladi. Ikkinchi o'lchov birligi bu mehnat o'lchov birligi hisoblanadi. Mehnat o'lchov birligi mahsulotni ishlab chiqarish yoki sarf qilingan mehnat sarfini o'lchash uchun mo'ljallangan bo'ladi. Ularning o'lchov birligi bo'lib minut, soat, kun va dekadalar hisoblanadi. Ular yordamida mahsulot ishlab chiqarish me'yorlari, mehnat unumdorligi, ish haqini hisoblash va boshqalar nazorat qilib boriladi. Va so'nggi o'lchov birligimiz pul o'lchov birligi. Korxonaning moddiy va mehnat resurslarida foydalanish bilan bog'liq mahsulotning aniq turlarini tayyorlash, ishlar bajarish yoki xizmatlar ko'rsatishda doir harakatlarni hisoblash imkonini beradi. Bu vazifani O'zbekiston Respublikasida milliy valyuta so'm va uning tiyini bajaradi. Har bir xo'jalik operatsiyalari pul ko'rinishida baholanishi kerak va o'sha o'lchov birligida moliyaviy hisobot shakllarida hisobga olinadi. Ushbu qisqacha video ma'ruzamiz sizga ma'qul bo'ldi deb o'ylayman. E'tiborlar uchun tashakkur. Keyingi video ma'ruzamizda ko'rishguncha xayr.